Endi ikkinchi variantga o'tishdi. Ya'ni tanish bilish. Ko'ramiz endi tanish bilish ustunroqmi yoki O'zbekiston qonunchiligimi? Ketdik. Videoga olishingiz mumkin, xodim o'zlarini oling. Mana telefonda gaplashyapti. Ikkinchi variantga o'tishdi, ya'ni tanish bilish variantiga o'tishdi. Hozir mana xodimimizga chiqishdi tanishlar. Yana o'sha savol, bizada O'zbekistonda tanish bilish ustunroqmi yoki O'zbekiston qonunimi? Mana shu narsani men bu ishni oxirigacha olib boraman, va'da beraman. O'rtoqlar, bir soatlardan keyin YouTube'da birinchi videomiz chiqadi. Yangi O'zbek Narrator'dan birinchi video chiqadi. YouTube kanalini silkasini bioda qo'yib qo'yganman. Kirib ko'rishingiz mumkin. Menimcha juda bir qiziqarli kontent bo'lgan. O'zimiz jamoa bilan birga, ya'ni yaqinlarimiz bilan birga videoni ko'rdik. Juda ham yaxshi otishlarni berishdi. Juda ham qiziqarli bo'lgan deyishdi. Shuning uchun sizlarning fikringizni kutib qolamiz. YouTube kanaliga o'tib, videoni ko'rib, reaksiyalarni qoldiringlar. Bu ishni yana ham davom ettiraylikmi? Shu sizlarning fikringiz biz uchun qiziq. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Yangi O'zbek.